O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Migratsiya agentligi hamkorligida Shveysariyaning Global Gate Concept AG tashkiloti vakillari Buxoro viloyatiga tashrif buyurdi. Mazkur tashrif doirasida migratsiya sohasidagi ikki tomonlama hamkorlikni yanada chuqurlashtirish, xorijda vaqtincha mehnat faoliyatini amalga oshirish istagida bo'lgan fuqarolar uchun qulay va xavfsiz shart-sharoitlarni yaratish maqsadida amaliy muloqotlar va taqdimotlar tashkil etildi. Tadbirda viloyatdagi sohaga daxldor tashkilotlar va ta'lim muassasalari rahbarlari ishtirok etdi. Ta'kidlash joizki, mazkur tashkilot Germaniyaning tibbiyot muassasalarida o'rta bo'g'in tibbiyot xodimlarini ish bilan ta'minlash maqsadida ikki yo'nalishda loyihalarni amalga oshirishni rejalashtirgan. So'z olganlar tomonidan loyihalarni joylarda samarali amalga oshirish, yoshlar bandligini ta'minlash va kasbiy malakasiga ko'ra ishga joylashish imkoniyatlarini oshirish masalalari muhokama qilindi. Bizning asosiy yo'nalishi demak o'zbekistonlik hamshira yigit-qizlarga qaratilgan, 39 yoshga to'lmagan, O'zbekistonda hamshiralik ishi yoki davolash ishi yo'nalishlari bo'yicha 3 yillik kasbiy diplomga ega va oxirgi 5 yilda 1,5-2 yildan beri o'zining sohasida, ya'ni hamshiralik sohasida mehnat faoliyati yuritib kelayotgan hamshira yigit-qizlarimizga Global Gate kompaniyasi o'zi orqali Germaniyadagi nomdor nufuzli Aachen Universitet klinikasi, Asklepios klinikalar konserni, Braunschweig klinikalar konserni kabi bir qator klinikalarga doimiy mehnat faoliyatini yuritishga, borishga imkoniyat yaratib beryapti. Germaniya tibbiyot mehnat bozoriga kirishga ko'maklashamiz. Demak, o'zbekistonlik hamshira yigit-qizlarimiz Global Gate dasturi orqali 12 oy mobaynida bepul, mutlaqo bepul tarzda nemis tilini 0 darajadan B2 darajagacha o'tishadi. B2 imtihonlarini biz tashkillashtiramiz va imtihondan muvaffaqiyatli o'tganlarni Germaniya elchixonasidan olinadigan ishchi viza orqali Germaniyadagi ish beruvchiga olib borib yetkazamiz. So'nggi yillarda O'zbekiston va Germaniya Federativ Respublikasi o'rtasida oliy va yuqori darajadagi ochiq muloqotlar faollashib bormoqda. Bu esa turli sohalarda ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish va mustahkamlash uchun zamin yaratib, ayniqsa migratsiya va mehnat bozorida istiqbolli yo'nalishlarni amalga oshirish imkonini bermoqda. Tashrif doirasida viloyatdagi sohaga daxldor tashkilotlar va ta'lim muassasalari rahbarlari o'z fikr-mulohazalarini bildirib o'tdi. O'zbekiston Respublikasiga 3 yildan ortiq faoliyat yuritmoqda. Ya'ni migratsiya agentligi bilan ham bevosita hamkorlikda bir qator loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Eng yaxshi tomoni bu gal mana shu Global Gate loyihasi asosida 50 nafar hamshiralar, ya'ni tibbiyot xodimlari tanlab olinadi va mana shu tanlangan hamshiralarni biz Germaniya tibbiyot akademiyasi, ya'ni 1 yillik o'quv dasturiga o'qitib, ularni o'sha davlatga demak maqsadli yuborib yuqori daromadli ish bilan ta'minlashga demak hamkorlikda xizmat ko'rsatamiz. Hozir taklif berilayotgan ish ko'lamlarining oyligi juda ham yuqori, ya'ni 3000-3300 yevrodan boshlanadi. Bu albatta bizani jamiyatimiz, bizning davlatimiz uchun yuqori oylik maosh hisoblanadi va ish ko'lami ham juda ham yengil. Shuningdek, joylarda o'tkazilayotgan tashrif ishtirokchilari tomonidan Germaniyada ishlash istagida bo'lgan hamshiralar uchun nemis tilini o'rgatish tizimi, kasbiy tayyorgarlik jarayonlari va boshqa amaliy mexanizmlari haqida batafsil ma'lumotlar berildi. Tomonlar o'zaro hamkorlikni yanada kuchaytirish, loyihalarini bosqichma-bosqich hayotga tatbiq etish hamda tizimli targ'ibot ishlarini olib borish bo'yicha kelishuvlarga erishdilar. Mazkur tadbir O'zbekiston va Germaniya o'rtasidagi ishonchli hamkorlikni navbatdagi amaliy qadami sifatida e'tirof etildi.